Siz bilan biz hozir Uhud vodiysiga yetib keldik. Inshaalloh hozir men sizlarga tushuntiraman. Xo'p, mana yuqoridagi tog'larni ko'ryapsiz. Yuqoridagi tog'lar bu Uhud tog' tizmasi. Buni uzunligi 7 kilometr atrofida. Eniga bo'lsa ba'zi joylari 2 kilometr, ba'zi joylari 3 kilometrgacha cho'zilgan. Uhud tog'ining eng baland joyi 350 metr atrofida. Pastroq joylari ham mavjud. Endi mana hozir siz bilan biz boramiz. Aynan mana bu yerda Jabalur Rumma deydi. Kamonchilar tepaligi joylashgan. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 50 ta kamonchini nima qilib qo'ygan edi? Mas'ul qilib qo'yib qo'ygan edi. G'alabada ham, mag'lubiyatda ham sizlar nima qilmaysizlar? Bu joyni tark etmaysizlar deb mas'ul qilib qo'yib qo'ygandi. Lekin o'sha siz bilan biz tarixdan bilamizki, ozgincha nima bo'ldi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoatsizlik bo'ldi. Ana endi Uhud g'azoti qachon bo'lgan edi? Uhud g'azoti Badr g'azotidan keyin 3-hijriy sanada bo'lgan edi. 3-hijriy sanada bo'lgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'sha paytdagi yaqinlari hali islom dinini qabul qilmagan bo'lsa ham, ularni mushriklarni musulmonlarga qarshi hiylalarini nima qildi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ogohlantirib qo'yishdi. Agar ular ogohlantirmaganda Alloh taoloning o'zi baribir payg'ambarini ogohlantirib, bildirib qo'yar, yolg'izlatib qo'ymasdi. Endi azizlar, urush boshlanish arafasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima dedilar? Urushni Madina shahrini ichkarisida olib boraylik. Ayollar jarohatlanganlarga yordam beradi. Yosh yigitlar ham ba'zi bir yumushlarda bizga qarashadi deganda, Badrda qatnashalmagan ba'zi yosh ulug' sahobalar, shijoatga to'la yosh sahobalar nima deb javob berishdi? Yo'q dedi, biz shahar tashqarisida jang qilamiz deyishdi. Ularning orasida Amir Hamza radhiyallohu anhu ham bor edi. Asadulloh, Allohning sheri, amakilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni. Ana endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam charchaganni o'tirib olaveringlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari istamasalarda ko'pchilikni rayiga yurib, qurol aslaha, qurol jabdularni nima qilib taqib chiqdilar. Shunda yosh ulug' sahobalar nima qildi? Yosh ulug' sahobalar dakki berdiki, sizlarni deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zini rayiga qarshi yurdi. O'zini rayiga qarshi yurdi. Aytinglar Rasulullohgaki, siz nima desangiz shuni bajaramiz deb aytinglar dedilar. Shunda Rasulullohga ular borib, "Ya Rasululloh, bizdan xatolik o'tdi. Sizni amringiz bo'yicha ish qilamiz" deganda Rasululloh har doim aytaman, bir narsani ko'rsatdiki, payg'ambarlar g'azot uchun taqqan aslahalarini toki g'azotni yakunlamagunicha yechmaydi dedilar. Endi bu bizga bir dars. Bu qanaqa dars desa, azimat darsi. Ya'ni azimat bu nima degani deyilsa, bir qarorni qabul qilsak, o'sha qarorimizda mustahkam sobit turishligimiz. Tushunarlimi? Misol uchun aytaylik, mana hozir yosh yigitlarimiz bor. Yosh yigitlarimiz nima deydi? Bugun deydi, men deydi, IT programmist bo'laman deydi. Ertaga tarjimon bo'laman deydi. Bir haftadan keyin svarshik bo'lgisi keladi. Yana 10 kundan keyin traktorchi bo'lgisi keladi. To'g'rimi? Ana o'shaning uchun bir maqsad qo'ydimi, o'sha maqsadda sobit tursin. Siz ham o'g'lingizni vrach qilaman dedingizmi? Boringizni bering. Pulni qizg'anmang, umrni qizg'anmang. O'g'lingizni olim qilaman dedingizmi? Boringizni bering, duo qiling, haloldan rizqlantiring, yaxshi ustozlarda o'qiting. Nafaqat farzandlar, biz ham qarorlarimizda sobit turaylik. Bu azimat payg'ambarimizdan bizga meros, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning eng katta sunnatlaridan biri. Endi shu yo'lga chiqqanlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni umumiy hisobda 1000 ga yaqin askarlar bor edi. Shundan 300 ga yaqini azizlar munofiqlar edi. 700 ga yaqini ansor va muhojirlar edi. Endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinadan chiqib, mana bu yer Madina shahri deyiladigan bo'lsa, Madinadan chiqib keldilar.
mana bu yerda Shot degan vodiy bor. Bir o'sha yerda deylik soy deymizmi, anhor deymizmi, shunaqa anhor o'tadi. Mana shu joyga kelganda 300 ta munofiq nima dedi? Bu payg'ambar yosh yalang'oyoqlarni gapiga kirib, bizni to'g'ridan to'g'ri o'limga boshlayapti. Biz o'zimizni shundoq o'limga tashlamaymiz, bizga kerak emas deb shu yerdan qaytishdi. Endi 700 ta qoldi. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirib, o'sha sizlar ko'rgan nimani kamonchilar tepaligini nima qildilar? Kamonchilar tepaligiga o'zini eng yaxshi ko'rgan 50 ta sahobalarni qo'ydilardi. 50 ta sahobalarni qo'yib, aynan o'sha yerda nima dedilar? Orqamizda Uhud, Uhudni ular bosib o'tolmaydi. Uhuddan orqa Uhud tog'i himoya bo'lsa, oldi mana kamonchilar tepaligida kamonchilar kelgan anaqalarni mana mushriklarni kelayotgan joyini ko'ryapsizlar. Kelgan mushriklarni nima qilaveradi? Kelgan mushriklarni qaytaraveradi degan fikr bo'ldi. Endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning rejasi bo'yicha ish ketayotganda hammasi juda go'zal holatda bo'layotdi va mushriklar chekindi. Mushriklar chekinganida tepadagi Jabalur Rumada turgan sahobalarni ba'zilari urushni yengib bo'ldik degan gumonda, ba'zi birlari urushni nima qildik? Urushni yengib bo'ldik-ku, hozir biz ham o'ljaga tushmasak, pastda o'lja talash bo'lib, o'ljasiz qolib ketamiz degan fikrda. Endi ularning qalbini Alloh bilguvchi, biz sahobalarni faqat yaxshi ko'ramiz. Faqatgina yaxshi ko'ramiz, chunki sahobalarni yaxshi ko'rishlikka buyurilganmiz. Bir inson 4 ta xalifadan keyin Umar ibn Abdulaziz degan, Umar Odil degan bir mu'minlarning amiri o'tganda, ana o'sha mu'minlarning amiri Umar ibn Abdulaziz haqida savol berib, olimlarimizdan so'ragan ekanki, shu Umar ibn Abdulaziz Muaviyadan yaxshimidi deganida javob bo'lgan ekanki, yo'q. Muaviya radhiyallohu anhu sahoba edi. Bu Umar ibn Abdulaziz Muaviyani otini tuyog'ini tagidan chiqayotgan changiga ham arzimaydi degan ekan. Ko'ryapsizlarmi, sahobalar qanaqa ulug' zotlar. O'shaning uchun ba'zi birlarimiz aynan ushbu makonini tark etgan sahobalar haqida noto'g'ri o'y fikrlar gapirishadi. Bu narsa noto'g'ri. Biz ularni sevamiz va sevishga majburmiz. Bu bizning burchimiz. Endi shu holatni ko'rib turganda, Xolid ibn Valid ko'rdi. Sahoba Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu u payt musulmon bo'lmagan edi. Ko'rdi, kofir bo'lib yurganida ham, islom dinini qabul qilganida ham umri davomida biron marta mag'lubiyatga uchramagan qo'mondon bu Xolid ibn Valid bo'ladi. Farzandlarimizga ism qo'yayotganimizda, So'qmoqvoy, Burgutvoy, Kaptarvoy deb ism qo'yayotganda o'ylab ism qo'yaylik. Bizning qahramonlarimiz kim? Hozir mana futbolistlarning ismlarini qo'yyapmiz, yana bir aktyorlarning ismlarini, artistlarning ismini qo'yyapmiz. Hamma yoq Shohruxxon bilan to'lib ketgan. O'zi aslida Shohrux Amir Temurning nabirasi, tarixni o'qiganlar biladi. Lekin hozir Shohruxxon qo'yayotganlar Amir Temurni ham tanimaydi. Amir Temurning nabiralarini ham tanimaydi. Vaholanki Amir Temur bobomiz va uning nabiralari nechog'li bizni tariximizda muhim ishlarni amalga oshirgan. O'shaning uchun joninglar sobig'irlar o'sha ism qo'yayotganda o'g'il qizlarimizga ham nima qilaylik, ozgincha tarixni o'qib munosib ism qo'yaylik. Chunki qiyomatda siz bilan biz qo'ygan ism bilan chaqiriladi o'sha farzandimiz. Tushunarli? Endi Xolid ibn Valid nima qildi? Tog'ga aylanib qaytib keldi. Kamonchilar o'z joyini tark etgandan keyin birin-ketinlikda musulmonlarni qirishni boshladi. Tayyor g'alabani nima qildik? Mag'lubiyatga aylantirib qo'ydik. Albatta bu haqida Alloh taolo Qur'onda oyat ham kelgan. Bu haqida Oli Imron surasida oyat ham kelgan shu xatoyimiz haqida. Endi bu xatoni biz qaytarmaylik. Ya'ni urush ikkita narsa bo'yicha yutqizilindi. Boshliqqa itoat qilinmagani uchun, eng muhim pozitsiyani berib qo'yganligi uchun.